Bugungi darsimizdan so'ng bachadonning ultratovush ko'rinishini boshqa organlardan aniq ajratib ola olasiz. Demak, boshladik. Bugun bachadonning anatomiyasini ko'rib chiqamiz. Lotinchasida uterus deb ataladi. Anatomik tuzilishiga ko'ra noksimon shaklga ega bo'lgan, kichik chanoq bo'shlig'ida joylashib, to'g'ri ichak bilan siydik pufagining o'rtasida joylashgan, qorin parda bilan o'ralishiga ko'ra intraperitonial a'zo hisoblanadi. Uning asosiy vazifasi urug'langan tuxum hujayrani yetiltirish, ya'ni homilani rivojlantirishda qatnashadi. Endi anatomik tuzilishiga to'xtalamiz. 4 ta qismdan iborat bo'ladi. Fundus qismi, ya'ni tubi yuqorida joylashgan, u korpus qismiga davom etadi. Toraygan qismi isthmus deb atalib, cervix qismi orqali vagina, ya'ni qinga davom etadi. Juda sodda. Endi buni rasmda ko'radigan bo'lsak, yuqori fundus qismi, korpus qismi, isthmus qismi va cervix qismi. Endi korpus qismidan boshlaymiz. Aytdik, yuqori qismi fundus qismi, ya'ni tub qismi joylashgan dedik. U ikki yonga qarab, ya'ni bachadonning naylariga ulanadigan qismi cornu uteri, ya'ni bachadon shoxi joylashgan bo'ladi. Pastki qismida esa bachadonning keng boylamlari birikadigan qismi margo uteri, ya'ni bachadonning qirrasi joylashgan. Markazdagi bo'shliq qismi esa bachadon bo'shlig'i deb ataladi. Cavitas uteri deb ataladi. Endi pastga tushganimizda isthmusga duch kelamiz. Isthmusning kirish qismida anatomik ichki teshik joylashgan va bu ostium anatomicum uteri internum deb atalib va u isthmusdagi kanalga, ya'ni canalis isthmiga davom etadi. Va bu bachadonning toraygan qismi hisoblanadi. Isthmus qismi esa bachadonning bo'yniga davom etadi va birinchi joylashgan qismi portio supravaginal cervicis joylashgan bo'lib, uni bo'shliqqa qarab turgan qismida plika palmati, ya'ni shilliq qavat burmalari joylashgan bo'ladi. Keyingi rasmda yaqqol ajratishimiz mumkin bo'ladi. U keyinchalik esa ularning o'rtasida joylashgan kanal bachadon bo'yni kanali hisoblanib, lotinchasida canalis cervicis deb ataladi. Va u qinga o'tadigan qismida tashqi bo'yin teshigi joylashadi, ya'ni ostium uteri joylashgan bo'ladi. Va bundan tashqari qin ichiga cho'zilgan pastki qismi ham bor va bu portio vaginal cervicis deb ataladi. Endi umumiylashtiramiz. Bachadon 4 ta qismga ajratdik. Fundus, korpus, isthmus qismi va cervicis bo'yin qismiga ajratdik. Endi kichik detallarni takrorlaymiz. Shox qismi, ya'ni cornu uteri, cavitas uteri bo'shliq qismi va biz aytdik, pastga tushgan sari isthmusning teshigi, anatomik ichki teshigi ostium anatomicum uteri internum joylashgan dedik va bundan keyinchalik esa canalis isthmi joylashadi va bu esa canalis cervicisga davom etadi va bundan tashqari biz aytdik, bachadonning bo'ynining shilliq qavatida plika palmati, ya'ni burmalar joylashgan dedik va burmalar yaqqol ko'rinib turibdi. Pastidagi teshik esa ostium uteri, ya'ni tashqi bo'yin teshigi bo'lib va bu qinga ochiladi. Davom etamiz. Gistaloid tuzilishini ko'rib chiqadigan bo'lsak, 3 ta qavatdan tashkil topgan bo'ladi. Endometrium, miometrium hamda perimetriumdan iborat bo'ladi. Normal holatda hayz siklida bir oyda bir marta bo'ladigan jarayonda endometriumning funksional qavati ko'chib tushadi. Bazal qavati esa joyida turadi. Bundan tashqari esa katakcha shaklda joylashgan miometrium qavatini, ya'ni mushakli qavatini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va eng tashqi tarafdan tashqi seros qavat bo'lgan vitseral qorin pardadan hosil bo'lgan perimetriumni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi bachadonning sintapiyasini ko'ramiz. Bu bachadon uterus deb atadik lotinchasida. Uning yuqorisida ichaklar intestinum tenue, oldingi qismida siydik pufagi vesika urinaria joylashgan, pastki qismida vagina, ya'ni qin joylashgan, orqasida rektum to'g'ri ichak joylashgan bo'ladi. Endi xuddi shu ko'rinishda ultratovush ko'rinishida ko'ramiz. Biz yuqoridan ultratovush orqali apparatni bosh qismi orqali ko'rganimizda oldida bu rasmni bitta qaytamiz. Siydik pufagi joylashgan. Mana siydik pufagi yaqqol ko'rinib turibdi. Uning orqasida joylashgan mana bachadon. Bachadon nayi va qin. Va bu yuqori qismda esa ichaklar joylashgan bo'ladi va bunga e'tibor beramiz, bu soya tushib qolgan. Bu rasmda ham mana siydik pufagi uni yuqoridan ko'rilganda uzi apparati bilan va mana orqasida joylashgan bachadon. Bu esa qin.